Malakali tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirish bosh maqsad. Tizimdagi yangilanishlarni har bir mahalla, har bir xonadonda yashovchilar o'z hayotida sezish kerak. Odamlar tibbiyotdan to'laqonli rozi bo'lishi uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Yaqinda muhtaram prezidentimiz soha vakillari bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda tibbiyotda xalqning bahosini eshitadigan tizim joriy qilinishini qayd etdi. Buning uchun qaysi mahallada, tumanda qanday kasallik ko'paygan yoki kamayganini tahlil qilib, ularning oldini olish va samarali davolash bo'yicha aniq reja bilan ishlash topshirig'i berildi. Bugun Samarqand shahrida start berilgan salomatlik marafoni ayni shu maqsadlar ro'yobiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Samarqand davlat universitetida bo'lib o'tgan tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqan viloyat hokimligi va tizim mas'ullari tomonidan qayd etilganidek, ushbu umummilliy harakat orqali hududda yashovchi barcha aholi qatlami profilaktik ko'rik hamda skrining tekshiruvlari bilan qamrab olinadi. Shu tariqa kasalliklarning oldini olish, ularni erta bosqichlarda aniqlash va samarali davolash imkoniyati yaratiladi. Oldin bizlar hududlarda tibbiy ko'riklarda o'tkazardik, sayyor qabullarda o'tkazardik. Endi esa mana bu loyihaning asosiy mazmun mohiyati shundaki, mahallalarga kirib borish, ya'ni mutaxassislarning o'zlari mahallalarga kirib boradi. Ya'ni tibbiyot aholiga yanada ham yaqinlashadi. Tibbiy ko'rik natijalari Dimet elektron tizimiga kiritilib, har bir bemorning marshuti, har bir bemorning qadami Dimet elektron tizimi orqali nazorat qilib boriladi. Tibbiy tekshiruvlar shahardagi 20 ta oilaviy poliklinikada bo'lib o'tmoqda. Bu jarayonga mahalliy shifokor va hamshiralar, respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlaridan tajribali mutaxassislar jalb etilgan. Mana shu marafon doirasida Samarqand davlat tibbiyot universitetining ko'p tarmoqli klinikasida jigar transplantatsiyasi, buyrak transplantatsiyasi, murakkab neyroxirurg jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish rejaga kiritilgan. Bundan tashqari bizni Samarqand davlat tibbiyot universitetining talabalari tomonidan Samarqand shahridagi barcha maktablarda salomatlik darslari yo'lga qo'yildi. Salomatlik marafoni 2 bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda shahardagi 20 ta oilaviy poliklinikada aholi turdagi ommaviy skrining tekshiruvlari va profilaktik ko'riklardan o'tkazilmoqda. Bu jarayonda surunkali kasalligi bor bemorlar respublikaning yetakchi mutaxassislari ko'rigi hamda yuqori texnologik tekshiruvlar uchun saralanyapti. Zaruratga ko'ra murojaatchilar 18 turdagi laborator va 29 turdagi instrumental tekshiruvlar hamda tor soha mutaxassislariga yo'llanmoqda. Avvallari bizlar viloyatlardan borib, Toshkentda skrining qilib, MRTlarni Toshkentda qilib kelaydik poytaxtimizda. Endi vaholanki hamma narsa o'zimizda poliklinika Samarqand shahrida mana bor. Hattoki o'zimizda barcha tumanlarimizda ham mana shunaqa tibbiy ko'riklar hammasi bo'lib o'tyapti. Men aytamanki, buni yana prezidentimizga kattadan katta rahmat. Marafonning ikkinchi bosqichida belgilangan tibbiyot muassasalarida respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari va ularning hududiy filiallari yetakchi mutaxassislari ishtirokida chuqurlashtirilgan tekshiruvlar amalga oshirilyapti. Biz Toshkentga borishga qiynalamiz. Men nevara bilan qiynalamiz. Mana shu yerga kelibdi, bizlar tekshiribdi. Ular iloyim baraka topsin. Maqsadim, nevaramda oyoqlari ko'p og'ridi. Tekshirganda kalsiysi kamligi ma'lum bo'ldi. Keyin vrachlarga bu ikkinchi son poliklinik vrachlari ko'rdida, bizlarni nimaga yubordi? Svet o'ch olishga yubordi. Hozir oyoqlari og'riqla qoldi. Prezidentga ham rahmat, doktorlarga rahmat. Marafon 1 oy davom etadi. U faqat tibbiy tekshiruvlar bilan cheklanib qolmaydi, balki sog'lom turmush targ'ibotiga qaratilgan yana boshqa ko'plab qiziqarli tadbirlarni o'z ichiga oladi. Asosiysi ushbu umummilliy harakat 10 minglab, 100 minglab xonadonlarga quvonch olib kirishi shubhasiz.